Do'stlar, xoslikni yo'qotish deb bir uqumni balkim anglagan bo'lishinglar mumkin. Xoslikni yo'qotish, ya'ni bir shaxsningki o'ziga xos bo'lgan bir individuallik, yakkilikka bo'lgan bir individuallikni yo'qotish, kollektivga asonla agishib ketish, boshqalarningki kaynidan xato holda agishish. Mana mushkul ahvollarni biz hamda xoslikni yo'qotish deb ataymiz. Top maydonda reper xato hukm qilgan nuqta top masnalarining kuchli noroziligini qo'zg'adi. Supida qalaymaqan tilgan ovozlar anglandi. Tuyuqsizli bir top masnanisi maydonga etilib berib, udul reperga qarab yugurdi. U munozirlashmoqchidek qiladi. Top maydondagi amalli qo'g'dug'ichi kip bo'g'icha 2-chi, 3-chi top masnalari yugurib keldi. Orqadan supining 4 tarafidan biraqli nayt ko'p top masnalari etilib keldi. Ular asabiylashgan holda reperni o'rib elishdi. Birdamning ichida reperning og'zi burni qon, yad yotadi. Maydon nayt qalaymaqalishib ketdi. Dastlabda faqat bir top mastonisi kontrolligini yo'qotgan. Reperniki xato hukm qilgan nuqta topiga qarta noroziligini bildirib, top mastonisi maydonga etilib kelgan. Ammo borgan sir ko'p odamning etilib kelishi bilan atalmish qoida tuzumlar ularga nisbatan rolni yo'qotgan edi. Agar dastlabki eliq odamni intayin achchig'i yomon odam desak, undaqda kayindan chiqqan shu odamlarning hammasi shundoq achchig'i yomon odamlar. Balkim shu odamlar orasida ish mijoz, tuzumga rioya qiladigan nayt rayish, quliq yumshoq odamlar bo'lishi mumkin. Ammo nayt ko'p odamlar kollektiv aqlni yo'qotgan chaqda agishibli aqlni yo'qotadi. Psixologiyada bunday ahvolni xoslikni yo'qotish deb ataydi. Bu atalg'uni dastlabda fransiyalik bir jamiyatshunos o'tirib qo'ygan. Buning ma'nosi shaxs kollektiv ichida turganda yoki kollektiv birlikda ma'lum xil harakat qilganda shaxs kollektivni e'tirof qilganlikdan yoki o'zini kollektiv deb qarg'anlikdan kollektivga moslashib o'z xosligini yo'qotishni ko'rsatadi. Kollektivning himoyasida shaxs xoslikning gavdalanishi bilan cheklash kuchini yo'qotadi. Ba'zida hatto o'z qalbidagi prinsiplarga xilof ishlarni qilib, benormal qilmish moyilligini ifodalab qo'ydi. 1969-yilda bir psixolog bu masalaning sirini aytish uchun, ya'ni nima uchun bir odatdagi intayin normal odam bir to'p asabiy kishilarning orasida asabiylashib ketadi degan masalaning sirini bilmoqchi bo'lgan. Bu psixolog nihoyatda qiziqarli bir tajriba ishlagan. Bir tajribani loyihalab chiqqan. U nurg'un qiz oliy maktab o'quvchilarini tajribaga qatnashishga taklif qilgan. Hamda ularni 2 guruhga ayirgan. 2 tajriba uyida o'xshash muhit o'rinlashtirilib, ulardan aynakning orqasidagi qizga tok so'qqizishni, bu tok so'qqizishning axloq va xoslik bilan butunlay munosabatsiz ekanligini, faqatla tajribaningki ehtiyoji ekanligini aytgan. Qiz oliy maktab o'quvchilari tok so'qqizish bilan birga yana aynakdan ichida o'ltirgan qizning tok so'qqandan keyingi inkasini ko'rgan. Amaliyotda aynakning kayindagi qiz psixologining yordamchisi bo'lib, u tokni tutgan bo'lib olib, yolg'onlardan vaqirab, qiynalgan holatda bo'lib olgan. Birinchi guruhdagi qizlar uchisiga oq xalat, beshiga oq to'ppi kiyib faqat ko'zi bilan burnini uchqagan bo'lib, o'zaro bir-birining kimligini to'niqlab olmaydi. Tajribaga riyosatchilik qilgan odam ular tok so'qqizgan chaqdimi yo'qlimi qilmagan. Butkul tajriba muhiti qorong'ulik ichida bo'lgan. Ikkinchi guruhdagi qizlar bo'lsa odatdagicha kiyingan. Ko'hrikiga o'zining ismi va nomeri yozilgan karta esilgan. Yo'riq bo'lgan uyda tok so'qqizgan. Tajribaga riyosatchilik qilgan odam adab bilan ularning har birining ismini chaqirgan. Natijada birinchi guruhdagi qizlarning knopkani besish qaytim soni ikkinchi guruhdagilarning 2 hassasiga yaqinlashgan hamda davomlashish vaqti nihoyat uzun bo'lgan. Yakunda texmo to'g'ri chiqarish uchun psixologlar yana bir qaytim ilgirgan holda tajriba yapgan. Bu qaytimlik tajribadan burun psixolog bilan tokka so'qilmoqchi bo'lgan 2 qizning suhbati ungalangan. Ungalanish jarayonida bir qiz intayin ochiq, o'maq xarakterini ifodalagan. Yana bir qiz bo'lsa nafsaniyatchi va odamni bezor qiladigan xarakterini ifodalagan. Boshqa sharoitlar oldingi tajribaning sharti bo'yicha berilgan. Natijada intayin qiziqarli bo'lgan. Hech kimni tonimaydigan eliqi guruhida sinaq qilinguchi, eliqi o'maq qizga tok so'qqizson,
ularning tok so'qqizishda hech qanday farq bo'lmagan. Hammasi berib knopkani bosgan, ham tok so'qqizga vaqti uzunroq bo'lgan. Ammo ko'krigiga ism familiyasi yozilgan, kart esilgan sinab qilinguvchilar bo'lsa, ularning ko'pinchisi tok so'qqizishni tanlab ep qolgan bo'lib, eliqi omoq qizga azroq tok so'qqizgan. Eliqi odamni bezor qilgan qizga ko'proq tok so'qqizgan. Eng oxirida psixologlar tajriba doklatiga mundaq yozgan. Bu omoq muloyim qizlar ustiga xalat kiyib olib, kimligini to'nig'li bo'lmas bo'lgan chaqda har qaytim fursat kelsa knopkani bosgan. Mayli tok so'qilg'uchi odamning amaraqligini keltiradigan qiz bo'lsin yoki odamni bezor qilgan qiz bo'lsin, ularda hech qanday jiddiylashish yoki azoblanish hissiyoti ko'rilmagan. Xo'sh do'stlar, undaq bo'lsa bu yerdagi xosliqni yo'qotishni zodi nima keltirib chiqardigandi? Xosliqni yo'qotishning kelib chiqishiningki ariq ko'rinishi bor ekan. Onun birinchisi bo'lsa, birinchi xil sababi nomsizlik. Ya'ni shaxs o'zining hozircha qilayotgan ishida nom sharpi aniq bilinmaydiganligini. Garchi bak oshirayotgan bo'lsa, boshqalar uni to'nib qilib, mas'uliyatni uningga atmaydiganligi uchun ikkilanmasdilar bu ishni qiladi. Hamda axloq, ijtimoiy qoida deganlar bilan faqatla qarolmaydi. Ikkinchi sabab bo'lsa, mas'uliyatning aniq bo'lmasligi. Shaxs kollektiv ichida turgan vaqtda bu ishni malli qilgan emas-ku. Qatnashuvchilarning hammasining mas'uliyati bor. Oxirida mas'uliyatni surishtirish to'g'ri kelsa-mu, baribir mening ustimga kelmaydi deb o'ylaydi. Shuning bilan azoblanish hissiyoti butunlay yo'qolib, harakati texmi erkin ozodi bo'ladi. Xo'sh do'stlar, mana bugungi mazmunda balkim nurg'un do'stlarimiz shu xosliqni yo'qotishninki psixologik asosini yaxshi tushunib olgan bo'lishi mumkin. Amaliyotda bir odamniki xosliqni yo'qotishi, masalan, buning faqat xosligi yo'q. Bu deganligi do'glan tavuz deb turmushdimi biz mushtaq paranlarni qilishimizga. Amaliyotda bu bir shaxsga qartala aytilgan ish emas. Har qanday bir odam mana shunday kollektiv ichida turgan vaqtda o'zininki salohiyati aniq bilinmagan ahvol ostida boshqalar meni tunimaydi-ku, boshqalar meni bilmaydi-ku deb o'ziga mas'uliyatninki kollektivga tava bo'lganligini tushungan vaqtda qoida tuzumlarga ancha bek parvo qilib ketmaydi. Bu xil ahvol hamda bu xil hodisa yer sharidagi butun insoniyatga o'rtaq. Buningki turli ilmiy yakunlarini psixologlar allaqachon o'tirib qo'yib, bugungi mazmunlarimizni yetkazgandek buningki davlisini o'tirib qo'yib bo'lgan. Shuning uchun biz ham kunlik turmushda bizga uchirgan ba'zi xasligi yo'q odamlarni qarg'ulachi ayblashimizning tozbek ilmiy asosi yo'q. Kollektiv ichida turgan vaqtda, jiq odam bir kelgan vaqtda odamningki asosiy xasligini yo'qotadiganligi. Ya'ni salohiyati bilinmagan ahvol ostida asolla kollektivga agishib, mas'uliyat menga otilmaydi-ku, kollektivga ishtirildi-ku degan nuqtadan chiqib qoida tuzumlarga, axloq, ijtimoiy qoida tuzumlarga manchibak parvo qilmaydiganligini biz tushunib olsak, balkim turmushdagi mana shunday oddiy ishlarda, mana shunday ba'zi o'zimizning kallisidagi noto'g'ri fikrlarga qarta yaxshi bo'lgan o'yinlish qila olamiz, aqliy xulosani joyida chiqara olamiz. Bo'ldi do'stlar, undaq bo'lsa bugungi kunda bir kapan psixik o'rganaylik sahifasininki yangi soni shunchalik bo'lsin.